Assalomu alaykum. Mening ismim Tumaris Murat. 1981 yili 5-oyda Urumchi shahrida tug'ilgan. Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik tibbiy universitetini magistrlik bitirgandan keyin Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik 2-doktorxonada 8 yillik doktor bo'lib ishlab, 2014-yili Amerikaga oila bo'yicha qaytib chiqqan. Bugun men yo'lishimning oilasiga to'g'riliq guvohlik berish uchun bu sinalg'ini ochdim. Xalida Yasin 1969-yili 11-ayning 17-kuni Urumchi shahrida tug'ilgan. Hozir Xinjiang Abnum rayonlik televiziya stansiyasining tahrir bo'limida, ovoz elish bo'limida texnik bo'lib ishlaydi. Injener, burun o'qituvchi bo'lgan, Xinjiang universitetini bitirgan. Mana bu rasmiy. Bu hadimiz 2017-yili 1-oyda bizning kichik qizimiz Afrozni Amerikaga akab berib 15 kun turib Urumchiga ketgandan hozirgacha biz bilan bo'lgan aloqasi uzildi. Hozirgacha biz izderkini qilamidik. Garchi uydagilar yaxshi degan bo'lsa-mu, biz qayta talab qilgan bo'lsak-mu, hozirgacha ya bir parcha rasmiy yoki ovozi undida paranglashish hech qanday undaq ishlar bo'lmaganligi uchun biz ansirdik. Hozirgacha biz izderkini qilamidik. Ham sirtdagi ba'zan urug' tuqqanlarimizning gapi bo'yicha aytganda bu hadimizning to'xtamay tahdidga uchrayotganligi, xatarning ichida ekanligini angladik, lekin zodi jazolarning ichida emasmi hozirgacha bu to'g'ri aniq bir ma'lumotga ega bo'lmadik. Ammo bizning gumonimiz va balkim akirib ketgan bo'lishi mumkindir. Chunki bizga hozirgacha Xitoy hukumatı bu to'g'ri hech qanday bir xabarmi bermedi, uydagilar bu to'g'ri hech qanday bir isbot chiqarib bermedi, sog' salomatlik to'g'ri. Undan sirt Akramninki yo'lishimning aksi Anvar Yasin 1973-yili 10-ayning 20-kuni tug'ilgan. O'zi pochta idorasida ishlaydi, ham yakka tijoratchi. Mana bu rasmiy. Bu akamiz bilanmi 2 yildan oshdi biz aloqa qilib hozirgacha ovozini anglab baxmadik, yaqinqi zamon surtunini ko'rib baxmadik. Nima ekanligini uqmaymiz, uydagilar saq-saqdaydi. Lekin tuqqanlar orqali biz sirtki tuqqanlar orqali angladik, ammo hozirgacha biz talab qildik. Eng oddiysi men Ündidarımı öçürüp etkili jillap bo'lib ketdi. Arlıq bir 2 qitim açdım. Eng qitim açqan vaqtim menga hech qanday xabarim kelmaydi. Hatto oldida ichib turib, men opamlarga shu bir jasorat bilan gap qildim. 24 soatning ichida men 3 odamning surtini yaqin zaman surti, ovozi hech bo'lmaganda biz videoda paranglashmasak, men o'zimning usul orqali bu odamlarning izderkini qilmay dedim. Chunki buni opam emas, Xitoy hukumatining anglaydigini bilmanda, lekin ular menga bu to'g'ri hech qanday isbot chiqib beramadi, ham menga javobmi qaytarmadi. Onundan sırt şu Anvar akımızın ayali Maynur adımız hazırgacha biz paranglashib baxmadiq, ham o'likmi tirikmi ya jazolarning ichidami emasmi qandaq ahvol biz uqmaymiz. U adımızmi pochtada ishlaydi. Onun için yo'ldoshim Akram Yasinninki jiyani, Xalida Yasinninki qizi Shoida Shavkat 1996-yili 12-ayning 9-kuni Urumchida tug'ilgan. Bu yil Xinjiang tibbiy universitetini bitirib, mana shu ko'rsatganim eng oxirgi bir parcha rasmiy. Undan keyin biz bu qizni ko'rib baxmadik. Izderkinimi bilmaymiz, hozircha ovozini anglab baxmadik, paranglashib baxmadik. Shuning uchun bugun bu guvohlikni ochdim. Ichib mening Xitoy hukumatiga deydiganim, men bularni ko'rishni xohlayman, ham ko'rishni sizlardan talab qilaman. Darhol bu urug' tuqqanlarni biz bilan ko'rishtiringlar. Undan sirt barliq urug' tuqqanlarimizning qo'liga pasportlarini qaytarib berishinglarni talab qilaman. Chunki bu insonlarning eng asosli huquq manfaati deb o'ylayman. Toki mening urug' tuqqanlarim bexatar bo'lguncha, qo'lda pasport bo'lib bizning qishimiz kelib ketadiganiga qadar Sharq Turkistonning ichidagi har bir Uyg'ur bexatar bo'lgan qadar men bu harakatlarimni to'xtatmayman. Undan sirt yana Xitoy hukumatidan menga nurg'ulg'an bisimlar keldi 4 oyning oldida. Sirtdagi do'stlarimizning urug' tuqqanlarimizdan shunday angladim. Mening undidarimdagi aloqa qilish nomerlarimdan 150 odamni tepib, ularni so'roq qilgan, men to'g'ri nurg'un savollarni so'ragan, ular taklif qilgan ekonni angladik. Men bu gapni anglagandan keyin undidarim shu joyda oshgan. Chunki men undidarimni jinning beshidilab etib etgan. Ichib shuni bilan qarsam bütün urug' tuqqan do'st birodarlarim meni chiqirib yetibdi. Hatto Xitoy savodoshlarimdan tortib, chunki men oliy maktabda 5 yil Xitoy sinfida o'qigan. Xitoy savodoshlarimdan tortib chiqirib yetibdi. Bu xabar rostga dedim. Undan keyin uzoq o'tmay, men bilan birga turgan bir nari inimga xabar kelib, uydan ko'chib chiqib ketgan. Sen Tumarsadan bilan bir uyda tursang bo'lmaydi. Hatto Uyg'ur restoranga birga tamoq yegil bormagan degan xabar kelgandan keyin bir nari inimni biz o'zimiz chiqdan bo'ldi deb uydan ko'chirib chiqarib etdik. Undan keyin uzoq o'tmaylar, sirtdagi urug'
tuqqanlarimizdan shunday xabar keldi. Biz endi vatanning ichki ahvolini bilmaganki shu orqali bir surishtiraylik deb kelganimizda, xapomasanglar biz bilan paranglashmaymiz, sizlar bilan paranglashmaymiz. Bizga xabar keldi, sizlarning qaraganda WhatsApp'laringlardan tatib haq qilayotgan o'xshaydi, tekshirayotgan o'xshaydi. Bozmuş telefon nomeringlarni o'zgartirayotgan bo'lsanglar, biz sizlar bilan paranglashdim qo'rqaydigan bo'lib qoldik deb hozir sirtga urug' tuqqanlarim men bilan bo'lgan aloqasini uzib etdi. Ahvol mishaga uningdan sirt Amerikada yashaydigan o'qiydigan bir o'quvchi qiz, u qiz menga 2 oyning oldida telefon qilibdi. Tumarsada opam sizni mushtaq bir 2 oyning oldida chiqarib tutgan, lekin sizniki 3 oyning oldida telefon shu nimaning orasida aloqa telefon nomerining orasida shu opamning nomeri bor ekan, xapomay chiqarayotgan bo'lsangizda. Shundan bo'ldi singlan deb chiqarib shu u qizning opasinikini emas, butun shu aloqalash nimaning ichidagi hamma telefon nomerlarini hammasini men chiqarib etdim. Shuning uchun mening deydiganim mening hozir vatanning ichidagi urug' tuqqanlarim bilan emas, mush vatanning sirtidami urug' tuqqanlarim taklif qilayotgan gap. Menga bevosita mushta taklif qilayotgan gap. Hatto men shu ortiqcha adashmang ota-onangizni yoyab tursin desangiz, ota-onangizning bexatarligi sizning yaxshiligingiz bilan munosabatli degan xabarlarni avatdim. Bu to'g'riliq mening shohidlarim bor. Alloh buyursa, mush ishlar o'tib ketsa, mush shohidlarni chiqib so'zlashga nasib etsin. Shuning uchun mening Xitoy hukumatiga deydiganim, men tumaris olmas, men o'zimning taxallusini olmas deb o'zgartdim. Taki Sharq Turkistonning ichidagi har bir Uyg'ur bexatar bo'lmagan qadar men o'zimning faoliyatlarimni to'xtatmayman. Men ota-onam urug' tuqqan va do'stlarim bilan, hatto yo'ldoshimning urug' tuqqanlari bilan bevosita paranglashib, erkin paranglashgan qadar, shularning bexatarligini bilgan qadar men hargiz bu yo'limdan qaytmayman, ham qaytishni o'ylashibmi baxmadim. Shuning uchun men bugun bu sinalg'ini ochdim. Rahmat sizlarga.